Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz yurtdoshlar, mana biz Jaloliddin Tabibning xonadonidamiz. Bu yerga ancha kasalliklarimiz tufayli davolanish uchun kelgan edik. Mana Xudoga shukr, 10 kunlik muolajadan keyin biz oshqozon, ichak, jigar, buyrak tozalovlarini o'tkazdik. Şu Jaloliddin Tabibni muolajalarini 100% oldik. O'zimizni juda kuchli yengil etmoqdamiz. Mana shu sizlarga aytadigan gapim, doimo mana shu Jaloliddin Tabibni izlab surishtirib topib kelib, har qanday kasalingizni shu yerdan davo topib ketishingizni xohlardim. Men hozir o'zim ikkinchi marta kelishim. Bundan bir yil oldin ham kelib ketgandim. Hozir yana ikkinchi marta kelib davolanib ketyapman. Hamma joyim xuddi bir yengil kuchli his qilib, harakatim ham yaxshi, ishlashim ham yaxshi. Davolanim ham 120 ga 80 bo'lib turibdi. Biz bundan xursandmiz. Mana shu tabiblar assotsiatsiyasining a'zosi Jaloliddinjonga ishlariga rivoj tilaymiz. Mana shu xalqimizni sog'ligini, salomatligini o'ylab o'zi jon kuydirib xizmat qilib yotibdi. Biz bundan minnatdormiz. Doimo bularning oila a'zolari bilan baxtli saodatli bo'lishini va qilayotgan xalqimiz uchun qilayotgan, xalqimizni o'ylab salomatligini o'ylab ish qilayotganligi uchun ishiga muvaffaqiyat tilaymiz. Hammalaringizga katta rahmat.